Bu birinchi masala. Asosiy maqsadim mana shu tahlil qilishlar bilan birgalikda. Daromad olishni o'ylayapsan-da. Biz ham tayyormiz, kurashmasam kelajagi bo'lmaydi bu ishimizni. Saral bo'ldi-da mana shu. Endi qanday qilib raqobat qilamiz? Bizda qiladilar. Ishonchli emas, direktda bo'ylik ko'ramiz. Qariyb 75 yil avval yetishtirilgan urug' kim biladi? Qaratan emas u, siz Dehqonlar uchun oldi. Bunga imkon ham yo'q. Chunki yerda oziqa birligi kam bo'ladi. 21 750 kilo noqotaga. Avvalambor assalomu alaykum hammalaringizga. Uyushmamizga xush kelibsiz va Oltin no'xat korxonasiga bu yilgi mana yangi mavsum oldidan hammalaringizni ko'rib turganimdan xursandman. Va albatta mana ulug' oylarga, ro'za Ramazon oylariga kelganlaringiz uchun minnatdormiz. Hammaydagina iftorlik tashkil qilganmiz. Albatta oxirigacha eshitib, mana 1,5 soat vaqtimiz bor. Mazza qilib, savol-javob qilib va iftorlik qilamiz. Ketish yo'q. Negaki asosiy emas savob iftorlikda. Shunga mana bu ulug'larni ham hammamizga muborak bo'lsin va mana bu yangi yil deymizmi, ana yaqinda Navro'z bayramimiz o'tib ketdi va mana no'xat hosildorligini ham ekish arafasidamiz. Bugun yilimiz xayrli, barakali kelsin. Uyushmamizga mana qarib 1 yil bo'lyapti. Uyushmamizning ishlarini Farida Bonu olib borilyaptilar. Farida Bonu, so'z navbati sizga. Assalomu alaykum hammaga. Hammalaringizni kamol ko'pmi bo'lsa ham taniyman. Taklif qilganimizda shuncha uzoq yo'ldan bo'lsa ham shuncha yo'l kelganlaringiz uchun hammalaringizga tashakkurlar. Nimaga deganda o'z qimmatli vaqtda hozir ayni qimmatli vaqtlaringizni bizga ajratyapsizlar. Bizning maqsadimiz hosildorlikni ko'paytirish. Masalan, oldingi yilga qaraganda hozirgi yilni ko'proq qilishni, fermerlar bilan bilim va ko'nikmalar almashish. Bir hududni fermer xo'jaligini iqlimi boshqa hududga to'g'ri kelmaydi. Boshqa hududniki bunisiga to'g'ri kelmaydi. Shu narsani almashish, bir-birlaringiz bilan fikr almashinishda shunday. Shuning uchun sizlarga katta rahmat. Mana Baxtiyor Barakayevich ham shu uzoq yo'llardan, Xitoylardan, Yaponiyalardan o'z bilimlarini, ko'nikmalarini ko'paytirib keldilar. Hammamizga bu manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Maqsadimiz, uyushmaning maqsadi fermerlarimizga ko'maklashish har tomonlama. Baho kadrlarimizdan biri shu korxonamizning boshqaruvlariga eng faol inson. Mana yaqinda uyushmamizga Rustamjon qo'shildi. Rustamjon keling. O'zingizni tez tanishtiring. Barchamizga assalomu alaykum. Kelganingizdan xursandmiz. Meni ismim Rustam. Men 6 yil davomida Yaponiya davlatiga o'qib, turli sohalarda tajriba orttirib kelganman. Shu davomida Koreya, Xitoy davlatlaridan turli ko'nikmalar olib kelganmiz. Bu yerda bizni bugungi nimamiz hosildorlikka bizni O'zbekiston sharoitida agrotexnikalar yetishmasligi, zamonaviy agrotexnikalar yetishmasligi va ularni qaysi davlatdan borib qanday agrotexnikalar bizlarga kerakligi haqida bizlar ma'lumotga egamiz. Sizlarga masalan qaysi texnikalar kerak bo'lsa agar bizlarga masalan murojaat qilsangiz agar bizlar o'sha nimani texnikani Xitoydanmi, Koreyadanmi, Yaponiyadanmi qayerdan olish kerak, qayerdan olsak arzon shu haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Barchamizga rahmat. Bu ukamiz yapon tilini, rus tili, o'zbek tili, koreys tilini ham qarib biladilar. O'zlari yosh bo'lsa ham o'sha kun chiqar mamlakatga hujum qilyaptilar eksport bo'yicha. Ular eksportyor bo'lib ketgan, o'sha Yaponiyani zabesish kerak. Rustamjon rahmat. Bu qizimiz 23 yoshda, ingliz tilini 100% biladilar. Rus tili, o'zbek tili. Mana shu chet davlatlar bilan muzokaralar olib borish, shartnomalar, logistika masalalari, yo'l masalalariga javobgar shaxs shu qizimiz. Yosh bo'lsa ham juda ham faol. Ota-onasiga rahmat qizimizni. Shu qizimizning yordamlari bilan mana yaqinda 3-4 ta davlatga eksport qildik. Faol fermerlarni atrofimizda yig'yapmiz. Fermerlarni chaqirishday bir og'ir narsa yo'q. Negaki fermerning ham ishi ko'p,
hozir eng qizg'in payt. O'sha uchun yana bir marta minnatdorman. Shu hamma ishlarni taylab kelib, mana shu bizni stolimizda atrofida yig'ilganingizdan. Asosiy savol-javob formatiga o'tamiz. Bahrul aka, mana o'tgan yil biz Turkiyaga borib keldik. O'sha hamma ma'lumotlarni berib o'tdik. Shuni sizdan boshlasak, menimcha yaxshi bo'ladi. Negaki ma'qul fuqarolar yig'ini raisi shundaymi akamiz mana o'tgan yil qanday holat edi va bu yilgi holat qanday? Mehmonlarning kayfiyati, ekish qanday ketyapti jarayon shu Nakut territoriyasiga? Assalomu alaykum. Hammasi dehqon bolalar endi. Hamma o'zimizniki. Aytganda shu O'tirib gaplashsangiz ham bemalol. yer bilan tillashadigan shu to'proqda tushunadigan odam bo'lib o'tiribdi. Xabarlarimiz bor. Endi nohaq deganda biz bizdan bilamiz, yosh bolalarimizni ota-bobolarimiz nohaqni yetishtirib, nohaqimiz avvaldan shu nohaq shukurat qilib eksport qilingan. Chunki bu larmi nohaqni juda ko'p yerda yetishtirilmaydi. Ham bizim ob-havomiz shu nohaqqa shunchalik moslashganki, shu uning tarkibidagi narsalar boshqa davlatlarning nohaqqiga qaraganda ancha ustunlik qiladi. Endi nohaqni shunday bir qisqa davrda ekishga to'g'ri kelib qolyaptiki, buning uchun dehqon ham shay bo'lib turishi kerak. Chunki bahorda ob-havoning noqulay kelishi bor, ob-havoning o'sha bir muddat berilgan payti o'sha bizim urug'imiz tayyor bo'lishi kerak, traktorlarimiz, selkalarimiz hammasi agar mujassam bo'lsa, dehqon adashib qoladi. O'sha paytda qisqa muddatning ichida texnikaning yetishmasligi sababli ko'pgina dehqonlarimiz o'sha aynan vaqtida ekishga ustun qo'yadi. Hozir men bu yerda texnikalar ko'rib, mana televizorda ham ko'ryapmiz, matbuotda ham eshityapmiz. O'sha hozirgi texnikalar avvalgi texnikalardan juda ham ixcham, qulay, hamma tomondan mukammal yaratilgan. Albatta, mana hozir bizda 100 dan ziyod fermerlarimiz bor. Fermerlarimiz kelishib, mana shu yilmizda 5-6 ta eng zamonaviy traktorlarni olib, birgi shudgorni, shu kuzgi shudgorni ham har xilcha usulda ekyapmiz. Kuzgi shudgorni ham ekyapmiz. Mana bahorda kecha mana shu yomg'irdan avval Alloh tarafidan shunday bir kunlarni berdiki, dehqonlarga mana senga sharoit, mana ek deb. Mana shu ekilgan nohaqlar men o'ylayman, albatta eng vaqtida ekilgani uchun hosillarni juda yuqori bo'ladi. Endi ekilgandan keyin faqat ekish emas bu. Buni agro texnikasi bor. Mana o'g'itlarimiz bor, suspensiyalar bor. Agar bulardan yana foydalansak, yana hosillarni oshadi. Buni hammasini bilan olimlarimiz bilan birga ilmiy jihatdan agar dehqonlar bilan birlashsak, men o'ylaymanki, hosildorlik hosilimizga hosil qo'shiladi. Mana hozir Jizzax viloyatimiz, Samarqand viloyati, qo'shni viloyatlardan kelgan dehqonlar bilan bizlar ozmi ko'pmi fikr almashib, tajriba almashyapmiz. Endi mana hozir akamiz mana G'allarol tumanida, G'allarolda bizga nisbatan dehqonchilik ancha rivojlangan. Chunki qushlarning yer maydoni tekisliklardan keladi. Bizda qir adillardan keladi. Shuning uchun nohaqni eng birinchi urug'idan boshlasak, menimcha urug'idan boshlasak, haydashdan boshlasak, o'sha mineral o'g'itlarni boyitsak, men aytamanki, shu dehqonlarimiz shu jahon bozoriga kirib borish juda oson bo'ladi. Biz endi hozir ko'pgina davlatlardan shu tajribamiz yetarli bo'lganman, urug'imizga e'tibor bermakda jahon bozoriga kirib borolmadi. Agar mana shunday davlat Baxtiyor aka siz boshchiligingizda mana yaxshi uyushtirgansiz, ularga Telegram kanalida o'rganyapmiz, yozyapti, fikrlarini yozyapti. Agar shunday bo'lsa, hosilga qo'shiladi. Men bu yerda barcha dehqonlarni mana shu nohaq ekishda shu agrotexnika qoidalarida hammasiga rioya qilsa, nohaqimizning hammasi chet elga eksport bo'ladi. Tashqariga emas, ming so'mga sotadi. Hammangizga rahmat. Mana shu yerda dehqonchilikda mana buyuk yomg'irlar bizlarning dehqonlar uchun oltin. Hammamizga millionlab pul kelyapti desa bo'ladi. Chorvamizga ham, dehqonchiligimizdan bilan barakasini bersin. Kerakli yilimiz barakali bo'lsin. Shu bugun mana ro'za Ramazonda hamma bobolarimiz, hojilar yaxshi duolari bo'layapti. Allohim aprel oyida ham bizga bu 3 marta yaxshi yomg'ir bo'lsa, bizim hosilimizni hosil qilishadi. Hammangizga rahmat, charchabman. Turkiyaga bordik-da. Turkiyaga borib kelganimizdan keyin o'zgarish bo'ldimi yo'qmi? Siz mana borib ko'rdingiz.
Nakur territoriyasi, Qo'shrabot territoriyasi o'tgan yil necha kilo ekildi, hozir o'sha gektariga masalan 50 kilo standart edi, masalan. 45 kilo, 45 kilo 50. Bu yil o'sha sal ko'payaptimi? Yangilik bormi, yo'qmi? Holat qanday? Holat. Yangilik bo'layapti, kam-kam. Hamma gapiraversam bo'ladi. Kam-kam bo'layapti, bir ikkita tanishlar nimalarga sinab ekib ko'ryapmiz. Endi o'zim ham bir qadroq ekaman. Endi hamma endi birdan bo'lib ketmaydi-ku, ishonchalik emas. Bir ikkita bo'ylik ekib ko'ramiz. Yana bir 3-4 odam ekib ko'ryapti. Yerga urug'dan kilogramm so'rayapsizmi? Ha, kilogramm. Birlariga 70 kilogrammdan boshlaylik oddiy. Nima urug' ekasiz? Biz shu Londa ekan. Londa haqida ikki oz gapirsam mayli. Gapiring. Ha, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Hammani kelayotgan hayit bilan tabriklayman. Muborak bo'lsin, fayzli, barakatli bo'lsin. Yana mana shu yerdagilar uchun yana bir ulug' kun kelyapti. Kim biladi? Ha? Kim biladi? Ulug' kun yaqinlashyapti. Ulug' kun hayitda. Hayitdan keyin, hayit hammamiz uchun. Mana shu yerdagilar uchun yana bitta ulug' kun O'zbekiston Respublikasi no'xat yetishtirish va eksport qilishlar uyushmasi tashkil topganiga 1-aprel kuni 1 yil bo'ladi. Muhtaram Prezidentimiz Baxtiyor aka, Hoji akamizga shu narsaga asos solib topshirganiga 1 yil bo'lishiga sanoqli kunlar qoldi. Inshaalloh ko'ramiz. Buni surpriz sifatida yashirayotgan edim, siz surprizni ochib yubordingiz-da. Farq beryapti-da. 1 yil o'tib ketdi. Endi shu 1 yillik faoliyati davomida meni 4 nafar farzandim bor, ba'zida farzandimni Toshkentga olib borib aylantirib kelishga vaqtim yetmay qoladi. Yoki parkka olib borishga vaqtim yetmaydi. Hoji akam ota-onasiga rahmat, Beshonta fermerga bosh bo'lib Turkiyaga olib borib keldi. Nega olib bordi? U o'rgansin, o'qisin, bilsin. No'xat arzon bo'lib ketdi demasdan, agar masalan 500 kilo olmay 1,5 tonna olsangiz, keyin 12 mingdan sotib yuboring. 36 mingdan sotganday bo'lasiz. Xohlaydi. Hamma tomon yaxshi bo'ladi. Shularni o'rgansin deb men Turkiyaga olib borib keldim, baraka toping. Korxonangizga baraka bersin. Mana shu 1 yilligida bugun o'tirgan bo'lsak, Xudoyim bir asrligini inshaalloh nasib qilsin mana shu korxonalar kattarib. Endi yana o'zimiz temaga qaytamiz. Urug'chilik bo'ladigan bo'lsa, siz aytayotgan Londa no'xati, u xalq tilida Londa asli ilmiy nomi Militon 4. Bu Andijon ilmiy tekshirish institutining Oldiroq tuman filialida 1950-yilda Bahrom Sulaymonov nomidagi bir guruh olimlar tomonidan yetishtirilgan. 1950-yilda. 50-yil. Ha. Qariyb 75 yil avval yetishtirilgan. Endi o'sha davrda 1 gektariga ular 100 kilo 120 kilogramm urug' ekkan 1 gektariga. O'shanda ular urug'ni olsangiz, urug'ni yana bir narsasiga e'tibor berish kerak. Urug'ni kattasini ekaman deysiz-ku, zo'rini. 8 yo undan baland kalibrovka deydimi? Kalibrovka. Zo'r qilib yo'q, unga qiziqmang. Aslida urug'ni 7sini eksangiz barakali bo'ladi. Agar siz masalan bir qism olsangiz 8lik kalibrovkadan chiqqan urug'dan boyagi 1000 donasi 380-400 gramm bo'ladi-da. 1000 donasi 8likniki. Agar shu 7lik bo'lsa, buning 1100 donasi 300 gramm, 380 gramm, 400 gramm bo'ladi. 1100 donasi. Endi agar siz o'sha boyagi 7likdan boyagi Militon 4 endi ilmiy nomi 100 kilo 120 kilo almiga buyurgan. O'shandan siz 7likdan eksangiz, u gektar hajmiga olib qarasangiz, ko'cha soni ko'payib ketadi-da. Necha kilo? Kitob bu asli kitobida bu 100 kilo 120 kilo buyurgan. Ha, kitobida ko'ryapsizmi? Mana bizlar nega kiloga beryapti shuni? Kitobida bu 100 kilo 120 kilo buyurgan. Uning 1000 donasi boyagi 380-400 gramm bo'lgan. Endi agar u 8lik kalibrovkada bo'lsa, biz agar 7likda eksak yana ham yutamiz. Yana ham ko'proq bo'ladi. Yana ham ko'proq bo'ladi. Keyin bitta narsani bilingki, yerdan chiqqandan keyin o'sha no'xat agar 100 ta yo 80 ta tuysa, doni maydalashib boraveradi, kalibrovka pasayib boraveradi. Agar hozirda yerdan chiqqan vaqtda hofizorlik zichroq bo'lsa, boyagi 100 ta 80 ta tuyishga imkoniyati bo'lmaydi-da, bu 50 ta 60 ta tuyadi. Oqibatda doni yerigroq bo'ladi. Agar u 120 ta tuyib yuborganda pastdagi oziqa yetmay qoladi.
Shuning uchun zichroq eksak, doni yeriroq bo'ladi. O'tgan yili men o'zim bilmagan holatda bir narsa guvoh bo'lib qoldim-da. Hammam sotib-ollarimiz-ku. Meni uyim bilan poliam o'rtasi 50 metr. Yo'l bu tomoni poliya. Uyimdagi chorva mollarining go'ngini, qo'ydim go'ngini poliyaga chiqaraman har yili. Shu go'ng chiqardi, keyin qo'ydigan chiqarayotgan paytda bolalar erindida bir kun qolib ketdi. Tezda qo'ydik. Keyin ikkinchi kundan boshlab qo'ydigan adden to'kdik. 100 metr, 150 metr joyga qo'ydigan adden to'kdik. U yerga biz O'zbekiston 32 navini ekkanmiz. Birov bilan muomalamiz bor edi. O'zbekiston 32 deganda biz bozordagi tilimizda sredniy yoki mayda deb ataladi. Lekin uning ilmiy nomi O'zbekiston 32. O'sha O'zbekiston 32 ni ekkan vaqtimizda shu narsaga biz o'zimiz bilmagan holatda guvoh bo'ldikki, boya qo'ydigan urus tushgan joyda 150 metr, 200 metr joyda no'xat yarim metrdan baland bo'ldi. Rekord darajada bo'ldi. O'sha qo'ydigan urusi tugaydi. Yana oddiy holatga keladi-ku, no'xat shunday tushib ketadi. Endi biz o'yladik bu nimadan bunchalik bu. Bu yerda moldan urisi ham bor edi, boshqa ham bor edi. Keyin oxiri bildikki, qo'ydan urisi issiqroq bo'lar ekan. Agar kim qo'y shug'ullangan bo'lsa akalar, yoshlarimiz kattalar bilsa kerak, qo'ydan urisi issiqroq bo'lar ekan. Yer quyosh nuri yerga 6-7 gradus tushgandan keyin tuproq 6-7 gradus bo'lsa, no'xat unib chiqishni boshlaydi. Yonidagi no'xatlar 10 kun, 12 kunda chiqqan bo'lsa, bu o'sha joydagi no'xat 5 kunda chiqdi. Demak, bunda issiq harorat kuchliroq bo'ldi. Agar bizni o'sha boyagi karantindagilar yoki dori nima deydi, agar ximiyadagilar bilan maslahatlashib biz agar katta gektardagi maydonga qo'ygan urusini yetkiza olmasligimiz mumkin. Eng katta gektardagi maydonda o'sha ximik organiklar bilan temperaturasini ko'tara olsak, qaysidir ma'noda mana shu natijaga erishishimiz mumkin. Mana boyagi joyga ekkaningiz-ku. O'sha O'zbekiston 32 navi. 4 ta rasm borda. Hosil zo'r bo'lganda, hosil ham zo'r bo'lgan. Bo'yi ham qanchadan hosil yo'q? Yo, biz buni kamboy aylanib o'rganku. Kamboy boradi. Kamboy aylanib o'rgan paytda men kesilib o'rib o'zi ko'rinib turibdi-ku. Ofshi qanchadan oldingiz keyin gektar? Yo'q. Bunday ololmadim-da, qarang aka, bunday aylanib zagan olib o'rganku. Menda g'allarga kelsa o'rib olibdi-da, bilmayman. Lekin ayda dahshat bo'lganda. Qaysi oylarda ekdingiz? 5-aprel kuni ekkanman. Vaqtida-da o'zi. 5-aprel. O'tgan yil biz o'zimiz ham Oqtosh shahrida ekyapmiz. Biz bilan yelkama-yelka yonimizda turgan oqtoshlik akalar kelgan. Rahmat, minnatdormiz. O'tgan yil no'xat ekdi. Qancha foyda oldi? Sizlarga assalomu alaykum. Ismim Ixtiyor. O'tgan yili 74 gektardan 16,5 tonna mahsulot oldik. Kombayn bilan urdik-ku, lekin materiya ham ko'p bo'ldi. Keyin mana shu kasal nimasiga kelib, kombaynga ko'pi kasalga sinib ketdi. Oqarib ketdi. Oqarib ketganlar hammasini kombayn sindirib tashladi-da, xullas. Chiqindiga chiqarib tashladi. O'tgan yili ekkanimiz hammasi zararga ketgani aniq. 100% zarar bo'lgan. Hozirjon sen ham ekdingmi? Ha, o'tgan yil ekdim. Necha pul foyda oldi? Men ham to'g'risini aytish kerak. 113 gektar no'xat ekkan bo'lsam, shundan 36-37 tonna no'xat olganman-da. Minusga ketgansiz. Minusga ketgandan emas. Minusga. Bahrimak agar sir bo'lmasa siz qancha hosil oldingiz? O'tgan yil bizlarda xo'jaligimizda 600 kilodan 200 kilogacha no'xat berdik. Umumiy tepqin deydi. Shu qandaydir bizlarda o'tgan yil potpulik degan narsa ham bor-da. Uni chuqur haydamaydi, sepas. Shu endi o'zimiz dankasaning ishi deysiz, unda ko'ngil o'sha bo'ladi. Lekin asosan potpulik bo'lib qoldi. Shu qandaydir o'sha no'xat moment namga tushgandiki, boya siz aytgandek ko'karuvchanligi tez. Bir haftada emas, 3 kunda, 10 kunda emas, bir haftada ko'kargandan keyin boya uni o'zi vegetatsiya davriga yetib boryapti. O'tgan yil bizlarda shu 600 kilo oldi, oxiri 200 kilodan bo'ldi. Endi bir kun ham farq qilib qolyapti. Zayn akamning nimalariga yerlarga ekdim. Qandaydir traktorimiz, selkamiz adashib 220 kilo urug'ni 2,5 gektarga sepib tashladi.
shunday zich, shunday no'xatni donasi katta, sap-sariq no'xat. Necha kilodan tushdi shu hozir? 100 kilo. 100 kilodan tushdi. 90 kilodan. Ko'rasizmi shu 90 kilodan. Shunday o'tlarni hammasini qisib tashlab o'tam chiqmadi. O'tam chiqmadi. degan bilan bayoqlardan talashadida agar bu qalin bo'lsa bunday deb qarasa biroz bu chiqmaydi. Bosmasa ham o'sha 4,5 gektar yerdan 4,5 teleshga narsa chiqardi. Asosiy mani maqsadim mana shu tahlil qilishlar bilan birgalikda. Bahrul aka o'tgan yil necha kilo sepdingiz? Biz 45 kilo sepamiz. O'tiraveringlar. 45. Hozir senchi? 58 kilodan tushgandi. 58 kilo. Shunday. Zarar qildingmi shunga? Ha, 58 kilodan tushgandi. Minus. 58 kiloni o'tgan yili ekkan bolalarim yeriga kirib ancha aylandim. U ham siyrak. 58 kilodan sepgan, o'zi selkachini o'zi yeriga. Siyrak yer. Bizlar selkada sepmaydi. Yerga Bizlar buni qo'limiz. boyoqda narsani aytdik-ku, yerning unumdorligida. Shunday yerlar bor, hosildorlikni ko'taradi, o'sha 60 kiloni ko'taradi. Biz boya kiradi degan joylarimizda 5 kilo ziyat bo'lsa, o'sha bo'lmaydi. Ha, demak, Yerga ham bog'da bizning yerni kuchi bo'lsa agar 100 kilo eksangiz baraka bo'lmasa bo'lmaydi. yer tekis bo'ladi. Kishini gapiga men qo'shilsam maylimi? Mayli, to'g'ri, mayli. Endi bu kishi haqiqatan ham aytdi. Biz sug'orilgan yerda tabiiy holda o'g'it beramiz, boshqa beramiz. 1 metr kvadratda endi lalmi kor yerlarda ko'chat qalinligi sug'orilgan yerga nisbatan kamroq bo'ladi. Chunki yerda oziqa birligi kam bo'ladi. Chunki bu vegetatsiya davri qisqa. Shunga e'tibor qilish kerak. Qadimdan masalan G'allorol ilmiy tekshirishni mana shu nodavlatlardan Bessonova, Alenik Petrovich, Shkurlayev mana bularning tahliliga ko'ra lalmikor yerda sug'oriladigan yerga kam miqdorda urug' ekiladi. Bu shovaqlar ham ilmiy tadqiqot ishlarida ham shuni belgilagan. Masalan, yerda qatorlab eksa qanday? Masalan, qator orasi olmush bo'lsa, qator orasini 3 sm qilib ekkan, 6 sm qilib ekkan, 9 sm qilib ekkan, 12 sm qilib ekkan, 15 sm qilib ekkan. Qani shundan xulosa qilgan 60lik bo'layotgan bo'lsa 16666 bo'ladi. Xo'sh, qani shuni so'ragan. Masalan, 3 sm da bunga nisbatan bo'yi uzun bo'lgan, chunki bular yoshog'i rivojlanmagan, tepaga o'sgan. 12 sm da bo'lgan, bu shoxlagan, lekin uni ham patirasi bo'lgan. No'xat mo'rt bo'ladi. Mo'rt bo'lgancha keyin kuchli shamol bo'lsa ham, haligi dukkaklar hosil bo'lgandan keyin uni qayradi. Qayrgandan keyin nima qiladi? Sinadi. Bunda ham patiri bo'lyapti. Shuning uchun sug'oriladigan yerda ham men o'z tajribamda sug'oriladigan yerda ham shu G'allorol ilmiy tekshirish aspirantura domlalar bilan birgalikda ustozlar bilan birga xulosada ham shu ta'kidladi sug'oriladi. Lekin bu yerda nisbatan o lalmikor yerda garda kamroq ekiladi. Chunki oziqa birlik. Bu kishi aytgandek to'g'ri. Bo'z yerlar bor, ishlatilmagan yerlar bor, davo bo'lgan yerlar bor. Qorashudigan 1 yil davogan ham farqi bo'ladi. Masalan, mana bu gektarga siz qartaga bir yil ekmay, bunga ekib bu yil bir damasa, bu kartamdan buni ham farqi borligi bu fanda isbotlangan. Shuning uchun lalmikor yerlarda sug'oriladigan yerga nisbatan kam urug' ekilishi shart. Chunki oziqa birligi yetmaydi. To'g'ri aytasiz, bu gapingizga jon bor, qo'shilaman. Lekin biz Turkiyaga borganimizda deyarli 90% yeri lalmi. Lekin iqlim zo'r. Klimat zo'rda, o'sha klimat zo'rligi uchun ular 180 kilo ekadi gektariga 2,5 tonna olyapsiz. Sizga javob beraman. Nima uchun Turkiyaga bordingiz? Palma o'sib turibdi. Trixikarpus, palmayi. Nima uchun bizda o'smaydi? O'sadi, lekin morozostойчив. Palma xameropus morozostойчивni ham ekdik. Lekin erta iqlim nam iqlim. Nam iqlim, havo namligi yuqori bo'lgandan keyin o'simlikda bor-ku, og'izchalar bor, transpiratsiya bo'ladi. Nima uchun bargidan oziqlantirasiz? Ildizdan bermayapsiz. O'sha og'izchalardan xlorofil oziqlanyapti. Ularda chunki u iqlim boshqa, bizda iqlim boshqa, Turkiya iqlimi boshqa, tropik boshqa, subtropik boshqa. Mezofit, kisrofitga bo'linadi shuncha o'simliklar. Yaxshi, mana shu yerda kechirasiz gapingizni nima qilib, endi shu
bilamiz, iqlimimiz quruqda, har yili quruq kelyapti. Lekin nega 15 kun oldin, nega o'sha biri oldin ekishga harakat qilmaymiz? Iloji bormi? Shuni tavsiya berasizmi? Birodarmi? Nima qilsak bo'ladi? Endi bu fermerlar degani bu dalada. Bir ko'rgandan amaliyot boshqa, nazariya boshqa. Amaliyot bilan nazariya birga kelmasligi mumkin. Bunga obyektiv, subyektiv sabablar bo'lishi mumkin. Albatta, no'xatni biz ekyapmiz. Mana akamiz aytdi, mening vaqtim yetmayapti. Yarmini ekdim, yarmiga g'allaga to'g'ri kelib qolyapti domla dedi. Balkim bu kishining xatosi emasdir bu. Bu kishi o'zini ixtiyoridan kelib chiqqan muhitda o'ylayapti. Lekin bu yog'ingarchilik mana endi haqiqatan aprel oyida 3 marta yomg'ir yog'sa Xudo berdi dedi sizlarga-da. Ayrim yillar ekilgan urug'imizni ham ololmagansiz. To'g'rimi? Ana endi bu yil mana ekibdi 60 gektarni eksak, bunga nisbatan mana Xudo beryapti, balkim bu kishining baxtidir. Chunki aprel oyida ham sinoptiklar beryapti. Aprel oyida ham bizda dehqonchilikda hozir chorva prямо YouTube'da ham beryapti, televizorda ham beryapti. Ekma, ek. Yog'ingarchilik bunday bo'ladi. Endi nam sig'imi, masalan, harorat Turkiyani olayotgan bo'lsak, Turkiyaning to'prog'i ular bizdan keskin farq qiladi. Ikkinchidan ularda dengiz bor. Dengiz bo'lgandagi parlanish kuchli bo'ladi. Bo'g'ana ular 100 kilodan eksa ham ular o'z hissalar orqali oziqani oladi. Nima desam, og'izchalar orqali. Bargning ustida og'izchalar bo'ladi. Og'izchalar yordamida transpiratsiya bo'ladi. Agar namlik kuchayib ketsa, kamayib ketsa, shu og'izchalar yopiladi. O'simlik o'zining hayotini saqlab qolish uchun. Mana shu farq qiladi. Tasavvurmi deyman-da, yerdagi slabida sho'xak yerlar bo'ladi-ku, slab yerlar. Shunaqa yer. Endi Yevropada Yevropada bizga nisbatan rivojlanish kuchli. Bo'g'anada siz pensiya beradi yoki to'proqni oziqlantiradi. Haqiqatan bizda hozir qurbimiz yetmaydi. Masalan, siz 100 gektar yerga masalan belgilangan to'proqni bonitenti bor. O'sha bonitentdan kam bo'lgandan keyin albatta hosil kam bo'ladi. Chunki mana bu yerda o'g'it, mana to'proqda, mana da azot пониженный, mana da kaliy o'rtacha, mana da fosfor недостаточно. Bonitent to'proqqa biz berishimiz kerak. Berish uchun borku, u shuncha gektar yerga siz azotni berolmaysiz. Yoki masalan belgilangan kuzda berishda azot, kaliy, masalan amofosni beradi. Amofosni nima uchun beradi? Amofos kuzda beradi. Uzoq muddatni ta'sir qiladi u. Uzoq muddatni siz ag'darib haydaganingizda 6 oyda u, 4 oyda, 5 oyda u o'simlik o'zlashtiradigan holatga keladi. Domla yana bir maslahatli ishda ko'p odamlar yerlariga xarajat qilgisi kelmayapti. Ana shu. Lekin yana nima uchun zarar qilyapti? Yana bir maslahatli ish. Xo'p, uni qilmasa xarajat qilishni 30 gektar yer bo'lsa, 10 gektari masalan o'sha yeri g'alla ekdimi, 10 gektarini no'xatini ekdi. 10 gektarini masalan g'alla ekkan yerini masalan ag'darib yozga. 2 qish bir yozni yesa agar bir yilga chirimas ekan. Ben ko'rdim. O'tgan yil yozga ko'rdim. Somon chirimaydi. Selkaga ilinyapti. O'sha agar bir yildan ortiqroq damini olsa, keyin no'xatni eksa, o'sha oziqani ola oladimi? Sal bo'lsa ham. Endi oziqa emas, yerda selulyoza. O'nda fanda selulyoza deydi. To'g'ri. U uncha chirish qobiliyati bo'lmaydi. Chirish qobiliyati bo'lmaydi. Lekin dam olgan hisobiga oziq. Nima? Ular ma'lum miqdorda to'proqni kapillarlik xususiyatini oshiradi. Chunki to'proq ham nafas oladi. Bir sekund. Siz aytgan narsa borku, bu saratonda qilinishi kerak. Saratonda haydalgan yerda solnishni radiatsiya deyiladi. Solnishni radiatsiya olgan yer 1 yil, 2 yil dam olgandan ziyod bo'ladi. Agar saratonda haydamasangiz 22-iyunda saraton kirib 22-da tugaydi-ku, 23-kun haydab befoyda bo'ladi. Siz aytayotgan narsangiz gapiring. Poliyada shunday urib bo'ldilar 10 gektarni. Shu arpasi bilan birdan ag'darib tashladim. Srazu. Saraton emas u, siz vaqtishdan aytyaptimi? Yo'q, jumada bo'lgan voqea bu. Yo'q, bizda aytamadik. Yo'q, jumada bo'lgan voqea. Men arpasi bilan molni kirgizmasdan srazu ag'darib tashladim. 22-iyunda saraton kiradi.
Saratonda haydalsa, o'sha solnechda radiatsiya bo'ladi. Undan boshqa vaqt bo'lmaydi. Siz aytayotgan narsa no'xat yig'ib bo'ldi, g'allan o'rib bo'ldi. U material qachon o'rib bo'ldi? Avgustda o'rdimi, iyulda o'rdimi? Agar radiatsiya olmagan yer dam olgan hisoblanmaydi. iyulda 20 Saratonga ag'dardimmi? Saratonga ag'darganman. İşte endi Shuning uchun yo'q, gapni nimasiga aytaman? 30 gektar yerni 10 gektar 10 gektar. Xarajati o'zingizga ham kamroq. ya bu sen daromad olishni o'ylayapsan-da, to'g'rimi? Boshqa ish qilish. 30 gektarni 15 gektarini g'alla qilyapti, 15 gektardan no'xat qilyapti. Almashtirish kerak-ku yerni. Shunday, shunday qilamiz. Ha, nima deganda u agar damini olmasa agar rasxod navrot 10 gektar, 10 gektar o'sha mahsulotni o'shanda olasiz. No'xatni ekmaysan yeyishga majburmiz. Chunki bizim zonada almashtirib ekilmasa yerimiz charchab qoladi. Va domla endi bitta gap, siz yaxshi tushunasiz, gapiring. O'tiring, domla o'tiring. Mayli. Xitoy davlatiga bordikda 23-yil. Borganimizda qishloq xo'jalik bo'yicha borganmiz. Bizdan ular shartnoma tuzishga, semchka ekishga kelishamiz dedi. Biz bilmagan to'proqni ular shu yerda turib bilib o'tirdi. Xitoyda. Xitoyda bizlarda aytib sariq to'proq deyapti, to'g'ri kelmaydi. Ularda shu qo'ng'ir to'proq deydi va qora to'proq deb bizlar tushundik endi haliga kommunist. Ha. Bu to'proq ham bizning to'proqda gips boyagi oziqasi kam deb qo'yadi. Haliga unumdorligi kam deb bizga o'sha to'proqlarimizda uncha hosil kam bo'ladi. Mahmud aka, gapingizga qo'shilaman, lekin har bir muammoga yechim bor. Yechim bor. Yechim bor, har doim borda. O'sha yechimni biz hozir birgalikda yechib doskaga men yozmoqchiman. Mana o'tgan yil nega hamma zarar bilan chiqdi, endi nima qilmoqchi? O'sha mana zarar qilgan odam yo o'sha tavakkalni qilyaptimi? Yoki yana bir boshqa metodmi, bironta domloni chaqiryaptimi yoki biron kishi bilan maslahatlashayaptimi, yoki Xitoydan urib olib kelyaptimi? Fikrlashaylik. Bizni xalqimiz bahrilarga o'tgan yil nima qimmat bo'lsa, hamma o'shani ekadi. Kilo sepuvding? O'tgan yili 50 kilodan sepildi. Bu yilchi 80 kilo qildi. tahlil qilsak maylimi? Ruxsat bersalar. Amerika bilan Eron qimmat bo'ldi. To'g'rimi? To'g'ri. 19 ming 30 minggacha. Endichi mana hozir 30 ming so'm Amerika, Eron sorti 22 ming so'mga chiqdi. Lunda bechora 13 ming so'm. U bechora o'zi oq bo'ldi, boshqa bo'ldi, yana ustiga yana yara bo'ldi, yana tuz bo'ldi. Endi qo'pol bo'lsa hamda bu azobda, azob, zarar. Narxni oshirish kerak deydi. Narxni oshirish sabablarini hozir men qaytib kelaman. Endi hozir yana men Foziljondan eshityapman, hammadan eshityapman. Amerika Eron ekilyapti. Bu yil lo'nda ekilmayapti. Bu yilga borib yana lo'nda pul bo'ladi-ku. Kamayapti-ku, o'sha hamma o'sha xulosa qilinglar-da. Bu oddiy 2 aritmetika-ku. Biz o'sha bir xil shablonda o'rganganmiz. Unaqa qilmaslik kerak. O'sha nima deymiz? Bilimimizni, nimamizni aql bilan o'ylab, kalkulyatsiya qilib, maslahatlashib, mana akalar bor, domlalar bor, bu yil nima ekan? Menga ko'p fermerlar chiqadi. Men shuni aytaman. O'tgan yil 25 ming edi. Bu yil 13 ming bo'ldi. Bu yil hech kim ekilmayapti lo'ndan. Endi o'zing xulosa qil deyman. O'ziga qo'yib beraman. Bo'ldi, tushundim deydi. Bu siyosat. Ichki siyosat. O'sha no'xatchilikning ichki siyosati. Nega shunga e'tibor bermaymiz? E'tibor berish kerak hozirda. Xo'p, endi narx. Hammaga qiziqan narx. Fermerlar, akalar to'g'risida narx lo'ndan nima uchun arzon? Bu yil 13 ming so'm bo'ldi. Hamma zarar ustiga zarar. Xo'p, mana bu Meksikadan keltirilayotgan no'xat. 1 kilosi 32 ming so'm optimga sotilyapti. Supermarketga kirsangizga 38 ming so'm, 40 ming so'm olasiz. Lekin shunga talab katta. Bu Meksika bilan biz raqobat qila olamizmi? Savol. Hozirjon, yo'q, bunaqa no'xat yetishtirish qiyin-da. Bu iqlimi zo'r, ham doni katta va ko'rgazib. Bu katta bir dononada. Ekib ko'rsa bo'ladimi? Endi buni bir tahlil sifatida qilsangiz bo'ladi. Laboratoriya sifatida 1 gektarga eking qani bizning iqlimimizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Lekin buni domla отдельно maslahat beradilar. Men bu sohada nima professional emasman. Endi narx borasida mana
Turkiya bizga raqobatchi. Turkiya mahsuloti, qovurilgan no'xati, Sa'dullojon. Turkiya mahsuloti. Bozorda buni narxi $2. Optim narxi Turkiya Yevropaning o'rtasiga joylashgan, pishgani. Ular bizlar raqobatchi. Ularniki $2. Tushunyapsanmi? Agar bizniki $2.20 bo'lsa, bizni qo'shnimiz Tojikistonga Turkiya eksport qiladi. Kirib keladi. Tushunyapsanmi? Biz endi buni majburmiz $2 sotishga. Turkiya $2 beryaptimi? Biz ham $2 berishimiz kerak. Lekin bizning yutug'imiz bor. Eng zo'r yutug'imiz rangi jilovli, mahsulotni ta'mi juda mazali. Tabiiy. Ligi uchun bizning mahsulotimizga talab yuqori. Yevropadan, Avstraliyadan, Amerikadan eksport qilib turibmiz. Mana shu mahsulotlarimiz real eksport bo'lyapti. Haligacha mana talab bo'lyapti. Yarim o'sha xaridorlarning ko'pi afg'onlar. Avstraliya bo'ladimi, Kanada bo'ladimi, afg'onlar. Ularning tili forscha zabon, biz bir-birimizni tushunamiz, do'stona munosabat. O'shanga ishimiz yaxshi bo'lib ketyapti. Ularga rahmat. Endi buni Turkiya bilan men raqobat qilishim uchun ularning doni katta. Lekin bizning donimiz mayda bo'lgandan keyin sal bu ham minusga olib keladi. Agar doni kattaroq bo'lsa, agar bu yana biz qimmatroq sotishga harakat qilamiz. Endi narx Turkiyada xom no'xat narxi $1. $1 12,000 so'm. Elangani 8lik elangani $1. 12,000 so'm, 12,5 so'm xom no'xat. Bizlarga Eron necha pul? 22 Yashan qarib 2 barobar oshib ketdi. Endi qanday qilib raqobat qilamiz? Bu asosiy sabablar aka. Narxni boya savol berdingiz. Endi yana bir sabablari o'tgan yil deyarli 40% mahsulotlarimizni botirdi. Oqarib ketgandan keyin uni narxi yana tushib ketdi, yana fermerga zarar, yana bizga ham zarar. Uni biz olib kelib lazer apparatidan o'tkazib, oqini отдельно ajratib, oqini nech pul beryapti? Bolalar 4,5 ming. Eshityapsizmi? Ichidan chiqqan oqlarni lazer apparati ajratib beryapti-yu, uni отдельно narxini 4,5 so'm sotyapmiz. Shunday. U ichidagi mahsulot 15% dan to 20-25% gacha chiqadi, Sherzod aka. U ham bizga ham zarar, ham qo'shimcha mehnat, ham tan narxiga ta'sir qilyapti. Bu asosiy masalalar. Endi nima qilsak bo'ladiki, domlo shu bot kasalligini oldini olsak bo'ladi. Qaysi kunga ekilishni tavsiya berasiz? Mana hozir bahor oylari. Dorilasakmi, dorilamasakmi? Bir yo'l boshchi kerak bizga. Hozir hamma o'tgan yilgi holatni takror qilyaptimi, Foziljon? Shunday. Tashtish. Mana Bahrul akam ham aytdiki, biz majburmiz 1 yil no'xat, 1 yil bug'doy. Endi u majbur to'g'ri, lekin qanchalik uni ustida yana bir ishlashimiz kerak. Ekilish mobaynida yerlar ertaga ekilganlarni ko'proq 60lik, 70lik narasiga borku, o'shanda ekilsa, mana bugun yomg'ir yog'yapti, no'xat chiqqan. Uni yomg'irdan keyin обработка qilish kerak. Kultivatsiya. Yomg'irdan sirasi keyin qotmaydi, boshqa qilmaydi, o'tlari o'ladi. Keyin yana yomg'ir yog'adi. Yana kultivatsiya qilish kerak. Shuning uchun mana o'zimizning baxmal zonamizda hosildorlik nisbatan bizlarga qaraganda 1 tonna, 1,5 tonna, 1 tonna 800 shunday olinadi. Bu urug'da yerga birov 80 kilo deyapti, birov 100 kilo deyapti. Men o'zim o'shani 42 kilodan ekkan paytim shu Ruminskida o'sha qo'shnilarimiz billa oddiy jo'n selkada ekkanda ular hosil 100 kilo, 80 kilo olgan. Men o'sha narsani erta ekib turib, kultivatsiya qilganimizda 300 kilodan hosil olganmiz. 2020mida, 21mida o'sha no'xat yaxshi bo'lmay qoldi-ku o'sha yillar. Keyin suvli no'xat ekkanimizda 10 kilo no'xat ekib, o'zim tajribamdan 750 kilo no'xat olgan. Yasha. Bu boshqa gap. Bo'lamizmi? 70 kilo amerikanskiy nima deydi? Katta no'xat bor, oq amerikanskiy. 70 kilo no'xat olib ekib
Toshni 2 tonna hosil olgan. Shu 10 kiloni ekib, o'shaning tarixini aytib bering. 10 kilo Juda ekkanimizda Qashqadaryodan dehqonimiz bor edi. Burxon kelgan. Bir siltira beradi. 90 kilo siltira bergan. Esimda 2 qopdan 10 kilo siltira amofoz 90 kilo bergan. Gektariga. To'g'ri. Yo'q. Ikkita daraxt joyasiga ekdik, 20 sotik joyga ekkan. Ha, 20. 10 kilo no'xat. 10 kiloni 20 sotik. 20 sotikka. O'sha ekkan payti biz ham 2 kilosiga chiqdi, 2 kilosiga qo'yasi o'sib shu nima bo'lib ketar ekan. Daraxtda bo'lib ketadi. 32 kilo ekib turdim, lalimi joylarda ekkan paytlarimiz yaxshi bo'lgan, 600-700 kiloni oldik. 50 kilodan tushib turib yurmagan paytlarimiz ham bo'lgan. 150 gektarlar. Tashlab turib ekmagan. Oxiri kech ketgan paytlar bo'lgan. Quruqqa tushib qolgan. Bir yilda bo'lgan voqealarda boshida ekkanlarimiz 600-700 kilo bergan, oxirdagilar 100 kilo, 150 kilo berib turib qoplamagan paytda yurdirmaganmiz. No'xatda asosan vaqtida yer qizigan payti, mana yer o'zi qandaydir bir uyg'onib turib, yer obi-tobi deydi. Hadiga bu sal loylavay deb eksak, hosildorlik yer berchiroq bo'ladidagi no'xat o'sishi ham sust bo'ladi. Uyushib qoladidagi yer ko'karib chiqishi ham berch bo'lib turib, rivojlanishi ham sust bo'ladi. No'xatda shu ekish paytida yer qizib aslida voy bo'lmasdan obi-tobida yerni haydasa, o'shanda hosildorlik unumdorlik zo'r bo'ladi. Qachonki to'proq yetilsa, bu kultivatsiya qiladi. Yana yomg'ir yog'sa, yana kultivatsiya qiladi. Bu esa to'proqni nima qiladi? Kapillyarlar deydi. Yorilmaydi. Sizlarga endi yoriladi deysizlar-da. Fan tilida kapillyarlar. Kapillyarlar orqali nam ko'tarilmaydi. Uçup ketmaydi. Nam uçup ketmagandan keyin nima bo'ladi u? Nam yerda saqlanib qoladi, qayerda? Haydalma qatlanda. Bu esa no'xatning o'sishi, rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Mana sug'orilgan deydi. Sug'oriladigan yerda shuncha 10 kilo ekib, shuncha no'xat oldirilgan. Buning haqiqatan bu kishi to'g'ri xulosa qilyapti. Chunki kultivatsiya qilyapti, yer yorilmayapti, namlik ketmayapti. To'proq yana yetilgandan keyin, yomg'irdan keyin yana qilyapti. U 10 kun, 20 kungacha namda ishlab turyapti bu. O vaholanki o'sha vaqtda no'xati dukkaga etildizi ham 1 metr, 1,5 metrga larmi yillarda chuqur ketadi. Bizlarda sayaz ketadi. No'xatni ko'tarilishi ham nisbatiga ham yaxshi bo'ladi. Endi chunki to'proq aeratsiyasi yaxshi bo'ladi. Domlo, mana shu gaplardan xulosa shuki, shu Navruzgacha ekishni tavsiya berasiz. Shunday demoqchimisiz? Endi shunday desak bo'ladimi? Navruzgachami, 20-gacha, yoki 15-chislogachami? Yo'q, fevralda eksa ham bo'ladi, Navruzda eksa ham bo'ladi. Faqat yerdagi ekkan no'xatlarda Navruzgacha ekilgan no'xatlarda imkon qadar 60lik narayskada ekish kerak. 60-70lik shu narayskada ekish kerak. O'shani kultivatsiya berish kerak. Agar shunday ekkanmiz, bu zo'r bo'ladi-yu, 300-400 kilodan hosil bermaydi, o't bosib qoladi. Ya uni o'tash kerak qo'l mehnatida. Bu yerda tajriba, hamma tajribali insonlar yig'ilgan. Hamma narsani o'zim boshdan o'tkazdirib, natijalari bilan bor har bir odamda. Biz men dadam ikkalamiz 10-15 yildan beri juda qattiq qiziqamiz bu narsaga ham. Dadam ko'pincha menga ekish paytida to'g'ri juda belgilab bergan. Shunga qarab harakat qilganmiz. Dadamdan birinchi so'rasak, keyin men davom ettirsam bo'ladimi? Yaxshi, yaxshi. Assalomu alaykum. Sizlar bayramlaringizdan birasi tabriklayman. Bu no'xat masalasi bo'yicha endi bizlar qasrlarni oldik. Maqta zonasi joylashgan yerimiz. Birinchi almashtirib ekishga juda qattiq shitma berish kerak. Mana qo'l terimga masala nimaga aytayinda ekish masalasi bo'layotgan bo'lsa, biz Amobosdan qochdik, uzoqroq qochib ketdik Amobosdan. Biz dori sochishdan qochdik. Yerda haydash masalasidan qochib ketdik. O'shalarni juda to'g'ri nima qilinmadi. Yerni chuqur haydash masalasi. Yerga azob berdik. Yerga ko'proq azob berdik. Men juda ko'p ekkan paytimizda kimyoviy dorilar ko'rashardik. Subsidiyani ko'rashargan paytimizda o'sha yillar hosilda yuqoridan oldi.
baland ham bo'ldi. Mana shu darajasiga yetib keldi. Men shu 15 yillar davomida no'xat ekkan bo'lsam, bir martagina davlan qo'l bilan bag'liq terib oldik. Qolganini hammasini kombaynda maqtur. Erta ekkanlarda juda ko'pini ko'rdim, o't bosib qolganini ko'rdim. Juda ko'pchiligi o't bosib, juda og'irdi. Kechira ekkanlarnikini kultivatsiya qilsa ham foydasi bo'lmadimi? Yo'q, umuman. Chunki biz serka deganmiz-ku. Aha. Serka degan paytimizda ko'proq kechira ekib bor, yerga namdi bor. Namni ushlagan holda mola bor. Mola bilan ekkan paytda ko'proq hosil oldik. Ko'pchilik barana bilan ekdi, hosil ololmadi. Yana birlar men ko'proq Qasimsotning orqasiga 8 tarafni qo'ygan bo'lsa, orqasiga birovning temirini qo'yib mola olib keltiraman. Keyin mola degani bu temir. Tuproqni maydalash etadi. Tekislar ketadi bu birinchi. Ularning lemixlari bor. Juda ko'pchilikda traktor bo'lsa yaxshi, traktor bo'lmaganda pultda ag'daryapti. Qasimsotlarda aytayotgan bo'lsa, lemixlar juda charchaydi. Chunki o'qildiz juda yetib boradi o'qildiz. Unga ko'proq yumshoq ekan. Har yili yerni demak og'dirasizmi? Har yili og'diramiz. Necha santimetr? Eng kamida 20. 20. Eng kami 20. Bo'lmasa 22, 25. Lemixlar albatta yakib qo'yiladi. Keyin serkaning orqasiga zanjirib tashlab qo'ydik. Baranani teskarini qilib qo'ydik. Baranani to'g'ri tishlar bilan olib kelib qo'ydik. Uchala natijasida ham ko'proq olib o'zimcha yana nima qildim. Serka orqasiga yog'och bor. Yog'och mol olib ketsam, mali to'plam berdi. Yana tekislash, asal yer tekislash. Bu qatorda ekkan qatorga orqasida katoba yo'qmi serka? Nimani? Bizga sashlik-ku. Sashlik. Sashlikning orqasida, diskani orqasida. Diska orqasiga shunday. Baranalar bilan bez baranalarni ko'rdim. Salgina hosil kamayib qolarkan. Baranada sal nam tushib turganda, mayaga kelgan paytda o'z natijasini aytarsan. Mayajada hosildorlik berish natijasini. Ana shularga ko'proq e'tibor berishdan normal. Alekan yo'q bizda. Lekpilarza. Ukalarim ekdi. Ekdi dedi. Endi hozir kecha 4 kundan beri yomg'ir yog'yapti, yana bo'lgan yerdan chiqish nimasi no'xat qo'yadi. Yumshoq holda chiqqan yaxshi no'xat. Hozirgi bilan yomg'irda yog'yapti. Juda ham yog'yapti. Yana ularning shamol ko'p bo'ladida. O'sha shamollar qotirishga efektli bo'ladi. Shamolni bermasin deb turibdi. Shamol natchalar. O'sha narsani boyagi plyonka bo'ladi-da, yerda usti plyonka bo'ladi, keyin tepadan qizish natijasida no'xatni bot kasalligi ham o'shandan kelib chiqadi. Keyin urug'ga e'tibor bermay qo'yganmiz. Urug'ni kechirasizlar. Mana shu yerda necha foiz fermerlarimiz bu yil urug'ni almashdi? To'g'risini ayting. Hamma fermerlar. Aka almashtirdingizmi urug'ni? Sizchi? Almashtirdi, hamma almashtiryapti. Boshqa joydan olib keldik. Demak, ichiga bitta yarimta oqi bormi urug'ni? Bor. O'shani Uch narsa qilmasak. Domlo nima tavsiya berasiz? Shu bitta yarimta oqi Bu yerda ta'sir qiladimi shu geniga yana kelajakda chiqadi? Hozir xulosa qilyapsizlar. Xulosa fikr beryapsizlar. Men juda xursandman. Chunki dehqon amaliyotda o'zini o'zi ko'taradi. Biz nazariy bilan amaliyni bog'laymiz. Ko'proqda. Endi qarang, no'xatni kasalliklari bor o'ziga yarasha. Listajyor, sovka, asqaxitoz, fuzarioz kabi kasalliklari bor. Bundan tashqari zamburug'li kasalliklarning 3 tasi bor. Endi birinchi navbatda kasallik bot urdi dedingiz-a? Bot deydi-da. Bu to'qima orqali ketadi. To'qima orqali kelib turib, o'sha yerda zararlaydi. Masalan, asqaxitozda ham, fuzariozda ham. Yer shoxsinib ketdi deymiz. Shoxsinadi no'xatni. Yoki so'liydi. Nimadan? Ana shu bog'nog'i tuproqdagi bakteriyalar, viruslar shu ildiz chiqqanda
asosiy chiqqanda o'sha bilan to'proqda so'riladi. Bu viruslar egzagen, indagen holda, tashqarida, ichkarida, ya'ni birorta o'simlik qoldiq ichida bo'lishi mumkin yoki to'proq ichida bo'lishi mumkin. Ularni nimasi, kushandasi kim? Shu o'simlik kushandasi shularda. Shular bilan oziqlanadi. Shular orqali avlod qoldiradi. Ana shu birinchi navbatda bu yildan keyin agar e'tiborga olsalaringiz, albatta urug'ni ekishdan oldin 1 oy, 2 oy oldin doralab qo'yingizlar. Birinchi bu. Ikkinchidan bu akamiz to'ppa-to'g'ri aytdi. Yerga bersangiz bir narsa olasiz. Yerga bermasangiz bir narsa olmaysiz. Ikkinchidan no'xat almashnab ekish deyapti. Adolatlarda ham keltirilgan. No'xat ekilgan maydonga bug'doy ekilsa 2 metrgacha, 1,5-2 metrgacha yuqori hosil oladi. Nimaning hisobiga? U havodagi azotni to'plab hektariga 1 yillik o'simliklar. Bedalar esa masalan ilgari 3-7 sxemada paxta ekkan, 3 yil beda ekkan, 7 yil g'o'za ekkan. O bedalar 300-350 gacha azot to'plagan. Bu 1 yillik o'simliklar 40dan 60 gacha azot to'playdi. Ular nima qiladi? To'proqning unumdorligini oshiradi. Lekin shunga nisbatan endi bog'ona akamiz to'ppa-to'g'ri aytdi. Biz ammofozni kechdik dedi. Ammofozni kechdik dedi. Albatta bu juda ayanchli. Ammofoz albatta yerga berilish kerak. Çünkü o'simliklar turiga qarab turib, barcha yashil o'simliklar ular azot oladi, o'stiradi bo'yini. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi o'sgandan keyin uni generativ organlari ham ko'payadi, hosil beradigan organi ham. Muncha no'xat bo'ldi, muncha no'xat bo'ldi. Muncha no'xatdan qancha olasiz? Muncha no'xatdan qancha olish kerak? Bunga sabab nima bo'ldi? Buni o'stirish kerak. Bog'ona bu kishiga fikriga qo'shilaman, eng imkon darajasida bu kishi aytgan nimani qo'llash kerak. Nimani? Qatorni yumshatishdi. Namni ishlab qolishdi. Namni to'g'risi. Ammofoz bu asli olganda plada elementi. Укрепляет nimadan? Generativ organlarni mustahkamlaydi. Mevalar gulni to'kilib ketishini ishlaydi. Bu shuning uchun ammofozni beradi. O dolgo действующее вещество deydi. Uzoq muddatdan ta'sir qiladi. Shuning uchun uni haydalma qatlamga og'darib haydaydi. Biz no'xat gullaganda yoki boshqa gullaganda yoki ko'dikab tuga boshlaganda uni ildizi xohlaysizmi, xohlamaysizmi 20-30 sm, yarim metrga yetadi. Siz o'sha vaqtda shu o'g'itni bera olmaysiz yerga, chuqurlikqa. Unga imkon ham yo'q. Ana shu o'simlikning ildizi borib, u o'simlik o'zlashtiradigan holatga kelib shu haydalma qatlamda turadi. Uni oson bilan o'simlik o'zlashtiradi. Ishlab chiqilgan Ammofosning ham qalbaqisi bor edi-da. O'ni bilmadim. Qanaqasini mana tavsiya berasiz? Ammofosda men qaysi davlatniki yaxshi? Paxtada ekkan paytimizda paxta yurganimizda bizlar. Keyin Ammofos juda qattiq holda bo'ladi. Keyin bir joyga bordim, magazinga bordim, oldim buni oldim. Endi bu Ammofos ikoya qildi. Unga bir 3-4 yil ilgari gapda 2-3 yildan. Keyin oldim, joyga bordim. Bu ekalasi Ammofos dedi. Mana o'sha qalbaki dedi boya o'qigan professor adam. Endi u qanaqasi professor dedi, nima deydi? Qalbaki dedi. E'tibor beringizlar, Ammofos olayotgan paytda mana stolni ustida qo'yasizda, qo'l bilan yetkazasiz. Agar ezilib ketayotgan bo'lsa, bu qalbaki. Ezilmayotgan bo'lsa, bu aqis bo'ladi. Qattig'i yaxshi ekan. Qattig'i yaxshi ekan. Agrokimiya degan laboratoriya bor. Har bitta fermer, misol uchun makka ekmoqchimi, makka shunga qarab turib, yerini anasini bilib olar ekan. Quvvatini bilib olar ekanda, shunga qarab hosil bo'lib ko'rib berar ekanda. Menimcha hozir fermerlar o'zini yerining holatini, xususiyatini, parametrini juda ko'p bilmaydi-da. Misol biz ham tavakkal ko'ramiz. Tavakkal. Qani nima bo'lar ekan, yomg'ir bersa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi debdi. Lekin har bitta fermer o'zini tuprog'ini ozgina analiz qilib, o'sha quvvatini bilib oladigan bo'lsak, yaxshi bo'ladi-da. Hozir bitta Oqtosh hududida yerda 3 xil nimasini ko'rdik. Bittasi suvni tez tortib ketadigan joy, bittasi haqiqatan soyaga qaragan joy edi, bittasi qor turadigan joy edi, bitta shamol ko'p bo'ladigan joyda yerda nimasi hal qilib bo'lyapti. Strukturasi. Shuning uchun bu narsaga fermerlar qattiq e'tibor berish kerak. Analiz qilib turib, shunga qarab turib,
kerakli bo'lgan suspenziya va hokazo ishlarni qilish kerakda. Buning uchun bitta taklif Baxtiyor aka, men bu shaxsiy fikrimda mana realniy fermerlarda o'zida yer bor, kimdir 50 gektar, kimdir 100 gektar ekishi aniq. Markazlashgan holatda bo'lsa-da, shuni koordinatsiya qilish kerak. Mana misol uchun menga hozir 100 gektar no'xat ekmoqchiman, urug' topib qo'ydim. Boshqa nimalarni qildim, amofos bilan salarkaga qiynalyapmiz misol uchun. Shunday shartnoma qilib turib, keyingi o'sha hosilni shu bozor narxida bozordan qanaqadir parametrlar ishlab chiqish shu nimaga yetkazib beruvchiga, eksportchiga biz sotaylik. Xuddi shu mexanizm Namanganda ko'rdim. Mana Alfa Farhod degan sovun bor. Butun O'zbekiston bo'yicha Tohir aka degan odam moy zavod bilan nima qilinar ekan? Odamlarni o'zini zavodiga ishlashga o'rgatgan ekanda. Juda qiyin jarayon ketdi dedi. O'sha Namangan Uchqo'rg'on tumanida men bordimda 2 kun o'sha zavodni o'rganib chiqdik. Odamlarga chet eldan shu yerni aniqlab turib 50 kilodan kim xohlovchi bo'ladigan bo'lsa, birov qovun ekkan, kimdir boshqa 50 kilo urug' bergan. O'z mana shu ekasanlarga hosilni o'zim olaman, tekin bergan. Keyingi yil boyaginda hosil olganda zavodga, moy zavodga tayyor semchi kelyapti. Shunday qilganki, semchkani olib keladi, velosipedda eshak arabada olib keldi deydi. Arabada olib kelyapti odamlar, uyda semchkani. Shunday kilogrammni qo'yib turib, laboratoriyaning o'zida sizniki semchkangiz shuncha yog', shuncha sovun, shuncha nima bo'ladi deb hech kimni kuttirmagan. Semchkani olib qo'yavergan. Nimani mahsulotni berib yuborgan, misol uchun yog'ini. Qayta ishlab zavod hozir O'zbekiston bo'yicha 7 semchkadan moy chiqaradigan zavod o'shadi. Tohir aka degan internetda ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Mana shunday qilib turib, markazlashgan holatda vodiydagi barcha yog'larni shu chiqarar ekan. Prezident bilan ham 2-3 marta uchrashibdi. Mana shunday qilib turib, bizda ham no'xatni rost kelishib ishlaydigan bo'lsak, mana shu parametrda markaz qilmasa bo'lmaydi baribir. Chunki mana aytilib o'tgan safar menga e'tiroz bildirdingizda, men rost o'ylab ketdim. Baxtiyor aka menga 3-4 ta savol berdi, nima uchun javob bera olmadik deb. Rost yerimiz bormi? 50 gektar ekyapmizmi? Baxtiyor aka, mana shu urug'im mana bitta texnozor qo'yib qo'yishimiz kerak. Bitta texnozor bo'lish kerak baribir. Mana kimdir 70 larda ekyapti, kimdir 55 larda ekyapti. Shu masalalarda ham yaxshi. Sirojiddin, taklif juda ham zo'r. Men inovatga olaman. Va men mana hammani oldiga va'da beramiz. Biz xizmatda. Qo'ldan kelgancha urug' kerakmi, mablag'mi ozroq. Lekin o'sha metodini birinchi mana bu tahlil qilyapman men. Xatolarimizni to'g'rilab, o'sha mana oxirgi nima zo'r aytdingiz, laboratoriya tahlili turpoqni. Agar o'sha analizni natijasi yomon bo'lsa, nima qilamiz unga no'xat sepib? Bu qo'pol bo'lsa ham xato-ku bu. Xuddi bir mashinani damsiz haydayotgandek gapda. O'shani birinchi laboratoriyadan qilaylik. Mana siz oliy ma'lumotli, mana qadrdon do'stlar. Qiling. Bir boshidan oxiriga mana shu hammasini qilgandan keyin menga aytasizki, Baxtiyor aka, menga 5 tonna no'xat kerak, men sepaman, erta no'xatisini beraman desam agar, men bilamanki, Sirojiddin standart bo'yicha, Yevropa standarti bo'yicha tekshirdi. Hammasini tekshirdi, tahlil qiladi. Men ham ishonamanki, bu odam kuchli agronom va gektaridan qolganlar 500 kilo olayotgan bo'lsa, siz 1,5 tonna 2 tonna olasiz. Olishingizni men o'sha ishonishim kerak. Meni ishontirishingiz kerak-da. Agar o'sha narsa bo'lmasa agar men yana siz bilan u no'xat yo bot uradi yo bir nima bo'ladi, unga riskovat qilishni hojati yo'q. Biz ham tayyormiz, ana haqiqiy ishlayotgan fermer bilan ishlashga, yelkama-yelka. Realni mana bu nimalarni qilaylik, mana tahlil va hokazo, mana urug', amofos nima uchun yo'q? Bu bizning sohamiz, bizga ham qiziq. O'sha mahsulotimizni olib, mana shu darajaga 300 gradusga qovurib, Avstraliyagacha eksport qilyapmiz. Bu Avstraliya qayerga, O'zbekiston qayerga? 3 oyga yetib bordi. 3 oyga. $10,000 bilan ref konteyner bilan jo'natdik. Ref konteyner muzlatkich konteyner bilan. O mahsulotga talab bor, no'xatni muzlatkichga solib olib ketdi bechora. Mijoz. Endi buni xom ashyosi bizga bo'lmasa, erta kelajagi bo'lmasa, men uni Erondan sotib olib kelmasam, Eronning no'xatini qovurib bo'lmaydi, akalar. Rossiyanikini ham bo'lmaydi.
Hindistonlikni ham bo'lmaydi. Mana shu bizni lo'nda nomimizga duo ketgan. U oltin no'xat nomi bor mana. Oltin no'xat deb qo'yganman buni. Endi buni kelajagiga men jon qayg'urmasam, sizlar bilan bir yelkama-yelka bir kurashmasam, kelajagi bo'lmaydi bu ishimizni ham va fermerligimizni ham. Bu birinchi masala. Maramal gapiring sirasiz. Hozir bizda Jizzax politexnikasida aynan qishloq xo'jaligi bo'yicha kafedra bor. Kecha kafedra mudiri bilan o'sha olim kitob yozgan odamlar juda bir 6 ta tadqiqotchisi bor. Aynan tuproqshunoslik sohasi bo'yicha-da. Agar ular realni tuproqni har bitta fermernikida, misol uchun Qo'shrabotlik qanaqa, Oqtoshlik qanaqa, Ko'tallik qanaqa, ya'ni o'sha ekiladigan bir 5-6 ta maydon bor. Shularning har bir analizini Xalqaro akademiyasida mutaxassislar bor. Men Miyachina degan opa bor. Haqiqatan birinchi klass nima eksa qanaqa bo'lishgacha aytib beradi-da. Shunday press kurant qilib beradi sizga. Shu mana shunaqa tuprog'ingizda mana shuncha quvvati bor, shuncha bu resurs sarflanadi. Hammasini donadorlik fraksion tarkibi mana bunaqa deb aytib beradi. Shuning uchun har bitta fermer hozir bu yerda nima bo'ladigan bo'lsa, tuprog'idan tadqiqotchilar biz jo'natishimiz kerak. Hali kichkinagina xo'jalik shartnoma qilinadi. Uyushma bilan xo'jalik shartnoma qilinadi-da, sizni fermer bo'lsangiz 50 gektar ekersizmi? 4 ta joyda analiz oladi-da, olib ketadi. O'zining qopi bor. Siz ekersizmi? Hammasini markazlashgan holatda qilmasak u bo'lmaydi. Har yil shu gap bo'laveradi. Keyin bilasiz, bu yil demak shuncha ammofoz solishim kerak ekan foizda, shuncha o'g'it solishim kerak ekan yoki yerini kuchaytirsam hosil bera olaman. Men kecha qishloqlarni Payariq hokimi bilan hurmatli Isroil aka Ismoilovich bilan ancha bir 2 soat yurdik. Deyari 10-15% yerlar shunday qolib ketgan. Yo'q, ekadigan fermerlar yo'q. Kuchi yetmayapti. Agrotexnika, solyarka olish kerak, mablag' yo'q. Baxtiyor aka, o kishi to'g'ri xulosa berdi. Yildan yilga bag'onaning yerga berilgan yil qashshoqlashib ketaveradi. Juda charchagan. Qashshoqlashib ketaveradi. Endi qashshoqlashib deganda nimani tushunamiz biz? Tuproqning unumdorligi butunlay yo'qolib ketadi. Bu bag'onada siz aytgandan keyin qatadi. To'proqda masalan to'proq tarkibida ham mana biladi 4 xil suv bor. Kapillyar suv, higroskopik suv, pardali suv, gravitatsion suv. Shundan ikkitasini o'zlashtirmaydi, yo ikkitasini o'zlashtiradi. Lekin ana shular yo'qolib ketishi mumkin. Chunki to'proqning kapillyar xususiyati ham yo'qolib ketadi. Shuning uchun bunga chekinmaslik kerak. Imkon darajada kam-kamdan bo'lsa ham bag'onaga to'proqning kartogrammasini qo'yish kerak. To'proqda mana siz aytgandek mana har bitta hozir shunchalik kuchli mana bizda oddiy mana bizda institut qiladi shuni. Mana erta mana bizda ham laboratoriya keladi, qiladi. Yangi arkes ochilyapti, Toshkent uzoq desangiz, mana bu kishi yordam bersa, u hech narsa kelmaydi. Talab qilsa keladi, xaltamani olib ketadi, sizni to'prog'ingizni balansini belgilab beradi. Mana buncha, mana buncha. Ama o'zlari fermerlar xarajat ustida turibdi, shuning uchun aytib olmaydi. Aytmaydi-da, qiyin. Yo'q, bitta narsa Aytish kerak. Xarajat qilishdan avvalgi narsangizni aytayin. Men yerga mamlakatlarni sepish kerak-ku. Ammofoz tashlaganingizdan keyin u 6 oydan keyin ta'sir qiladi. Hozir ammofoz tashlaysiz, bugungi no'xatingizda ignachani foydasi yo'q. No'xat ammofozni yer ag'darilgandan keyin tagida qoladi. Buni biokimyosi shundayki, u basga qarab, namlikka qarab ketaveradi. Kuchi. Bugungi solgan ammofozingiz bu yilgi no'xatga zarracha foydasi yo'q. Bu yilgi no'xatga foydasi bo'lish uchun no'xat ekkaningizdan keyin 45 kun, 48 kun ichida gul chiqaradi. Gul chiqargan vaqtda titul duo degan dori bor. Gektarga 300 gram, 350 gramdan titul duo olsangiz, bu yilgi no'xatingizga foyda beradi. Yasha. Endi men gapiring. To'proqda endi no'xatni shu o'simlikni oladi degan fikrda bermaydi. Ammofoz to'proqni bijg'itadi, yumshatadi. Yumshatgandan keyin yerda aeratsiya, nafas olish yaxshi bo'ladi. Suvni sing'ishi yaxshi bo'ladi. Gulli o'simliklar xohlaysizmi? Bir kunlik foydasiz qisman bo'lsa ham no'xat oladi. Bugunga foydasi yo'q. Bugunga foydasi bor. U kuzda berilyapti no'xat. Kuzda qayergacha boradi? Kuzda berilsa bor, lekin bugun borib eksa deyapman. Kuzda beriladi deyapman men sizga. To'g'ri. Aydashdan beriladi. Ammo yana ko'pchiliklarga puli bo'lsa-da,
Gidrogel chiqqan. Hammamiz bor. Ha, Gidrogel. 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 Aha. Bu nam qochib ketdi deymiz-ku. Nam ketdi deymiz. O'sha paytda gidrogel mana dumaloqcha narsa. Ekibsiz nam qochmaydi. Uni vaqt bo'lgan. Sal qimmatroq. Mana bu Nurot tomonlarda hozir ko'chatlarni ekyapti. 3 yilgacha, 4 yilgacha, 5 yilgacha namlik ishlab turadi. Lekin Oqtosh shahrida mana shu faol fermerlarimiz borligiga shukur qilamiz. Juda ham qiziqarli, kerakli ma'lumotlarni berdingiz. Aka, Alloh rozi bo'lsin. Sizdan mana Eshonboqdan vaqtimiz mana chegaralangan. Endi mana xulosa shuki, mana shu zarar bo'ldi-da, mana shu g'alla. Bitta shu g'allani zarari gektariga qancha fermer zarar qildi? Shu g'allasi bo'lmadi, Sadulloh. G'alla bo'lmagandan keyin, sog'ilgandan keyin yana qayta hech qancha foiz. Yo'q, o'sha ekdi, xarajat qildi. U ketdi. O'sha gektariga qancha zarar qildi fermer? Bilmayman. 2 million bormi? 8 ming atrofida. Yeri bilan 2 millionga boradi. 2 millionga boradi, 100 gektar bo'lsa 200 million. Katta zararda. Keyin bu zararni no'xat qoplolmaydi. Mana qaranglar, men nima demoqchiman? Xato shu yerdan boshlanyapti. Xato zarar ustiga zarar bo'lsa, fermer ko'ngli qoladi. Ekmayman deydi. G'allangni ham yig'ishtir, no'xatingni ham yig'ishtir deydi. Men kecha dalillarni ko'rdim hokim bilan. Deyarli 15%, 20% yerlar shunday turibdi. 3 yildan beri no'xat ekmagan joylar bor. No'xatni bekamaydi. 3 yildan beri. Menga no'xat eking deyaptilar, hokim bor. Qaysi hududdagilarni? Nima? Payariqdan. Do'stimmi yo Xalqon tomara boshqa? Yo'q, chelakning orqa tomoni u ana Qoraqalpoq nima? Yo'lning ikki tomoni Balandlik, asfalt boshlandi-ku, unda o'rtalik bor. bir do'stona fikrimizni aytib ketaylik. Agar men gapimda yolg'on bo'lsa, aytasizlar. Hoji akam shu sohada yangilik. O'sha no'xatchilik uyushmasi gruppaga tashlagan ko'rdilaringizmi? Ko'rdilaringiz ko'rmadingizmi? O'sha yo'ldan o'tgansizlar, Obolimning ustida tepadagi yo'lning ikki tomonini hokim tavsiya qilyapti Hoji akamga. Hozir 1000 marta o'tgansizmi, million marta? Ha, o'tgan. Lekin yillar mobaynida nimagadir o'sha yerda hech narsa o'smaydi. Kim e'tibor qilgan? Kim qilgan? Kuchsiz. Yerda sariq to'rtloq unumdorlik. Sariq. Tekshirish kerak. Uchun tekshirtirish kerak. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'sha yerda 24-23-yillar emas, undan avval ham kim o'tgan bo'lsa e'tibor qilgandir. Yillar davomida hech narsa o'smaydi. Hoji akamga men nimaga buni aytayapman? Hoji akam bizga begona emas, pul tikishdan avval bilsin deyapman. Rahmat. Men ham shu xato. Aytdilar, mana shu maslahatda bu maslahatlar bilan. Buni almashtirsa bo'lmaydimi yo'q? Qora gil bor, qora tuproq bor. Boyagi masalani sariq nimkalarroq bo'ladi, sariq to'g'ri. boyagi masalani yana takrorlashga to'g'ri kelyapti-da. Aha, labay. Fikrimni mayli kimga qanday nima bo'ladi, qabul qiladi. Hozir Fozil aka mana Sherstakadan shu hududdagi yer maydonlarini yaxshi biladigan odam yo'q-da. Buni Fozil aka hamma joyda biladi. Qayerda qancha bo'ladi aytib ketadi-da. Jahon gashtida. Ha. Shunday bo'lish kerakki, mana institutlarda tadqiqotlar olib boriladi-da. Mana yana shu gapni nima qilaman? Shartnoma qilib turib institutlar uyushmasi. Borsangiz, Liboy institutlar hozir juda arzon va minimal nimaga ishlayapti. Yaqinda biz BYD degan zavod bor Jizzaxda, meni fakultetimda 49 ta bolani shartnoma qildi. 350 mingdan beryapti studentlarga. Nodirjon akam baxshish o'zgardi. Bir haftasiga ishlatyapti. U arzon tushar ekan bu. Baxshish o'zgardi. 9 taga. Boyagi dual ta'lim tizimi deydi, 3 kun o'qiydi, 3 kun borib ishlaydi. Xuddi shunday qilib turib, Baxtiyor aka uyushmasi bilan ham bir 10 ta tadqiqotchini magistrlarni sizga juda arzonga tushadi. Mana universitetdan oling, bizdan taklif xat bilan chiqing, rektorga kirib aytaylik.
sizga bir 10 ta fozlakiga tadqiqotchini berishimiz kerakda, tuproqni barcha analizini baxtir aka qo'lda bo'lish kerak. Danli turadi. Danli turish kerak. Bu yerga 50 kilodan sepasan, bu yerga 150 kilodan sepasan. Koordinatsiya bo'lib turib, ilmiy yondashsa 2 barobar oshirsak bo'ladi-da. 2 barobar oshirsak. Yaxshi, Siroj. Mana shu narsani Sirojiddin, mana siz ham bilimli insonsiz. Iloji bo'lsa telefon raqamingizni akalarimizga ayting, bir-birovlarimizga nima qilaylik. No'xatni ekish uchun yorug'lik kerak. Bu o'zi issiqcha variatsiyada. Bu yerda xonada o'stiryapti, ekishida bitta tuvakka qurib ketdi. Böyle onu fotosintez kerak bunga, issiqlik kerak, namlik kerak, fotosintez kerak. U bag'anali rangi ham hali kasalga o'xshab turib sap-sariq. Bu no'xatni uning uchun maxsus bag'anali harorat yetarli bo'lgandan keyin nima o'tgandan keyin ish kerak. Dalada ham. Men vegetatsiya ofisida ekkanman, sug'orish rejimida. Lekin u maxsus dalada, soya yo'q yerda. Bo'lmaydi u suyagi nimda nimjon odam o'sha qiladi. Endi qimmat texnologiyada qanday unda bo'lsa yaqin bochkaga ulab qo'yib sug'orsangiz zo'r-ku baribir. Yo'q, traktorga ulab, traktor bilan uni o'sbet qilmaydi. Yerda endi Yevropada yoki mana Sirdaryoda ham yoki mana birinchi mana bu Qozog'istonda ham chunki unda oriqda suv keladi. Latokda suv keladi. Latokdan obatadi u. Siz lalimi yerga bunday sepkalasangiz kunda sig'da siz bir bor kuncha u farzand bitadi. Hovuz ikkinchi variant bor. Hovuz qilib, quduq urib, hovuzlar qilyapti. Mana Oqtoshdan O'ral akam qilgan. Bir 30 tonna, 40 tonna suv ketadigan qilgan. O'shani men chet elga ko'rganman, mana bunday diametrni o'rtasiga katta nasos uradi-yu, bunday aylanadi. Har bir aylanishi masalan 100 metr radiusda bunday aylanib sepadi. O'shanaqa qilsa bo'ladimi? O'sha ustidan, no'xatni ustidan. Yo'q, qarang. Sirojiddin, hozir biz qo'rqayapmiz-ku. Men sizga misol tariqasida aytsam, Sirojiddin, mana bu Ferrari oling, mashina Ferrari zo'r, lekin borasiz ana yerda solyarka solasiz. Solyarka bilan Ferrarini haydab bo'lmaydi. To'g'rimi? Unga 95 benzin kerak, 98. Xuddi misol, bu ham shunga o'xshashdi. Agar shu bilasizki, agar shu tomchilab sug'orish, agar hosil foydasi zo'r bo'layotgan bo'lsa, tomchilatib sug'orish mumkin. 2,5 tonna hosil olib, kalkulyatsiyaga sizga to'g'ri keladi-ku, 500 kilo qayerga yo'q, 2,5 tonna qayerga. O'sha mehnat, lekin bir marta bir xarajat bo'ladi, bir marta zo'r xarajat bo'ladi. Kelingki 5 gektarga ishon bo'l. 5 gektarga bir zo'r xarajat qilsak, o'shanaqa qilsak bo'ladimi? Nima tavsiya berasiz? O'sha ustidan suv purkagichni bilan aylanib, masalan, saharmi, oqshommi, o'sha eng kerakli paytda. Nima deysiz, Sherzod aka? Iloji bormi shunday bir namunali bog'da bir riskovat qilsam, masalan, men o'zim qilmoqchiman. Nima deysiz? Siz qilsangiz bo'ladi, yarashadi. Kichkinagina qilasiz. Haqiqatga. Yo'q, kichkinagina qiladi, eksperiment uchun qiladi, bo'ladi. Bo'ladi. Lekin bu yiliga men shuni 100 gektarga qilaman desam, ancha vazn ketib qoladi-da. Billam, Yo'q, ishonmoqsiz. Birdan ana negativga ketmang-da. Yo'q. Rasxodi uning borku men 10 gektarga tok deganda pushkan aytibdi-da. 5 gektar, 5 gektar, sekin-sekin, 5 gektar, 5 gektar. O'zi meni o pushkemas, pushkan aytibdi. Pushka boshda bu aytayotgan aylantirib tepish bor. Bu borku, shunday 200 metr gradusdan achchiq qoqladi. O'rtaga, o'rtaga. Qoqladi 200 metrga o'zi motori bilan mana shunday aylanib yuradi. Gradus so'radi faqat. Boshqa hech narsa so'rmaydi. U 200 metrga o'sha chiqqan motor qoldi. Bu Nurota tomonidan mana bu. Mana bu shunga o'xshaganda. Bu u yurib ketib sepadigan, bunday bor. Bu bitta artizanda aynalib ketadigan demak. Men Dubayda ko'rdimda Sherzod aka. Har masalan 100 metrda 200 metr dumaloq qilib nima qilgan? Shu uzoqdan ko'rasiz-ku, ekin ham yumaloqda bunday. Sharri. Qolgan joyi cho'l bo'lib, qurib yotibdi. Hozirga aytgan narsa yaxshi bo'ladi, faqat kichkina gektarga bo'ladi-da bu. Tekislik maydon, tekis maydon, daromad bersa bo'ladi, zo'ra. Ha, yashiring. Marhamat, gapiringlar.
Men to'g'risi assalomu alaykum. Men ismim Samarov Doniyor Anurboyevich. Men bu soha vakili emasman. Faqat xulosamni aytaman. Bir ikkita joyga borgandagi gaplarni aytmoqchiman. Meni Toshkentda bitta urug'chilikda, ilmiy tekshirish institutida men professor tanishim bor. U kishi aynan shu urug' bo'yicha ishlaydi. Urug'ni boyagi bu akam gapiga qo'shilaman. Hozir men ham shu narsani aniqlamoqchi edim. Birinchi chuqur ekish, keyin urug'lar bilan bog'lanish, tuproqda обязательно. Masalan, hozir bu kishiga siz boyagi aytganda Yevropani no'xatini olib ekaman desiz bo'lmaydi, chunki iloji yo'q. Bu kishi uchun aynan tavsiyasi bor. U kishi uchun aynan tavsiyasi bor. Shu tavsiyani qila oladigan odamlar bilan men aytmoqchi bo'lgan bu kishilar to'g'ri, haqiqiy va dehqonchilikdan kelayotgan, tajriba bilan kelayotgan odamlar. Lekin urug'chilikning o'zi bilan shug'ullanayotgan odamlardan siz men aytmoqchi bo'lgan bu kishi ilmiy yana urug'chilikdan bitta odamni olsangiz, balki masalan gidrometeorologiya sohasi masalan yozda bunday bo'ladi, qishda bunday bo'ladi deydigan odamlar bilan tavsiyasini olsangiz yaxshi bo'ladi. Yana bitta narsa, boyaga aytayotgan fikringizga men qo'shilaman. Sababi u aytayotganingizdek birdaniga katta gektarga bo'lmaydi, lekin men hozir yozib qo'ydim homiylik deb. Mana masalan siz bir yil 10 gektar qilasiz. Ikkinchi yil 15 gektar ketaveradi. Bu narsani effekti bo'ladi, lekin u qachon bo'ladi? Boyaga aytgandek bu kishiga o'xshaydigan olim, bu kishiga o'xshaydigan olim tuproq shunosi 4 talasini birlashtira olsangiz bo'ladi. Yasha. Sababi mana masalan bu kishiga aytadi, siz aytasiz, bu yil mana buni ekasiz. Ertaga buni ekasiz. Siz buni bir 10 ta fermerda ushlaysiz. Siz bor-ku, men o'zimcha fikrim sizga 20 ta fermerning 50 gektardan yeri bo'lsa, sizga o'zi hozircha yetadi. Siz rivojlanganingizdan keyin yana ham qo'lingiz uzib bo'ladi. Demak, yana ham takliflar bo'laveradi. Shuning uchun men o'ylayman, tajriba qilib ko'rsa bo'ladi. Koordinatsiya bo'lish kerak. Obязательно. Buni lekin birlashtirish kerak. Masalan, siz aytasiz, aka, bu yil siz mana urug'ni ekib ko'ring, men sizga mana shuncha homiy qilib olaman. Siz aytasiz, bu kishi aytadi, aka, menga bu yerda uncha tekis joyim yo'q, menga 5 gektar yetadi. Buni koordinatsiyasi bo'ladi. Tavakkal ekishdan to'g'risi to'xtab qoldi. To'xtash kerak. Tavakkal ekish. Bo'lmaydi, uje undan voz kechishimiz kerakda. Mana men Foziljonni oldimki, kecha telefon orqali gaplashdim. Foziljon qishloqda holat qanday? Muhit qanday? Nima? Fermerlarning kayfiyati qanday deb so'raganimda, aka, g'alla ketdi dedi. O'sha ketganligini o'zing men tilim bilan aytqanim, nima bo'ldi mana? O'sha g'alla ketdi, hammaniki ketdi dedi-da. Fevral, yo'q, unday demam. Fevral oyida, masalan 15-16-chisllarda ekildi-ku, undan keyin bir qor yog'ib qoldi. Qor yoqqandan keyin yer qatib qolib, masalan g'alla chiqolmadi. To'g'rimi shersaka? Kechagi masalan, kechagi 25 gektarni nimasi yo'q, shunday. Yer haydalgan, arpa ekdi, lekin arpa chiqmadi. Videosini ko'rsatamiz. Videosini ko'rsatamiz. Endi fevral oyida shu ekilgan g'alla chiqmay qoldi. Bu dardda, fermerning ichidagi dard. Buni qanday qilib davo qilsa bo'ladi? O'shani oldini qanday qilib olsa bo'ladi? Sherzod aka bir maslahat bering. Nima qilaylik? Qarang, u kecha hozirga men haqiqatan sovuq ketdi, foliyalar olib qo'yapti. U kimniki? U dehqonniki emas u. U hozir tikadi-ku. Tikayapti. U tavakkal. Kech kuzda ekyapti. Keyin bizni xalq tilida loyamas deydi, neto vaqtda yer haydayapti. U yer haydaydigan vaqt emas edi u. Xudoga shukr, inshaalloh hammamizga barakasini bersin. Kim meni Allohni ko'rgan? Siz ko'rgansizmi meni Allohni? Men endi bugun saytda ko'rdingizmi? Agar mening Allohim mana shu Samarqand viloyatida eng suvli g'alla qanday bo'lsa, Xudoga shukr shunday, to'g'rimi? To'g'ri. Endi buni agrotexnikasi qilingan, sovuq urib ketgan g'allalar bugungi kunda o'sha loyamas haydalgandan keyin ikkita katta mana bunday tushadi. Mana bunday tushgandan keyin bu tagiga tushgan urug' chiqmaydi. Chiqadi. Ildiz otish jarayonida shamol bo'ladi, shamol. Zich tuproqning orasiga shamol kirmaydi. Mana bu ikkalasining orasiga shamol kiradi. Uning orasidagi tomirda albatta sovuq uradi. Sovuq urish ehtimoli kuchliroq. Sababi bu o'rtasidan havo ketyapti. O'shanaqa g'allalar ketdi. Oqtishda ham ketdi, Qarisuqda ham ketdi. Bu zarmeta zonasini o'zim ko'rganim yo'q. Lekin biz tomon shunday bo'ldi. Demak, asosiy sabablari noto'g'ri ekishi. Noto'g'ri ekish. U ekadigan vaqt emas edi u payt o'zi. Fevral oyida. Nima uchun fermerlarimiz bu qo'pol xatoga mana hozir qadam qo'ydi? Mana shu yerda siz boya bitta tankni bildirdingiz. Mana kichkina bitlayverma derdik, demotor derdik. Shu demotorga harakat qilib o'tirdim-da, aytdim.
siz bitta taklifini bildirdingiz. Qachon urug' ekishimiz kerak? Navro'zdan avvalmi keyinmi dedingiz, lekin mana 20 ta fermer bordi, hech kim nima mening bitfitlarim kelmaydi. Yo'q, aytish kerak. Endi agar biz bu urug'ni Navro'zdan oldin eksak, yog'ingarchilik ko'p bo'lsa, haddan ziyod ko'p bo'lib ketsa, mana bugun 4 kun bo'ldi. Bu urug' loy orasida qolib ketadi. Agar tepadan 7-8 gradus temperatura bo'lmasa, tuproq qizimasa, xudo ko'rsatmasin bu urug' chirib ketdi. Ketdi ekilgan to'g'riqqa. Bu urug'ning taqdiri shunday. Shuning uchun buni Navro'zdan keyin ekiladi. Navro'zdan oldin ekmasak, agar qurg'oqchilik bo'lib, ob-havo kam, yog'ingarchilik kam bo'lsa, yutuq. Bu yutuq. Endi 50 ga 50 mi yo ko'proq zararlimi? Hoji aka, mana qarang. Mana bugun yomg'ir mavsumi to'xtab, ertan indin agar atmosferada 15-18 bo'lsa, tuproqda 5-6 qizish bo'ladi. Amma to'g'rimi, men o'zim o'qimaganman, otamni eshitganman debdi. Agar tepada 17-18 bo'lsa, tuproq 5-6 qiziydi. Bu degani kecha no'xat ekkanlar shep bo'laversin, chiqadi no'xat. Inshaalloh chiqadi. Qarang, siz mana kuchli agronomda shu akamiz. Boyadan to'xtatib tushirdi. Bu kishi to'xtamizlarda. Haqiqatan to'g'ri. U bug'doy bizga ma'lumki, qattiq bug'doy ekkanligiga qishlab chiqish uchun tuplab kerak. To'g'rimi? U tuplanmadi. Qanday? Uma shamol bo'ldi, oziqa yetdi. Xitoy ham no'xat ekadi. Hektariga 2,5 tonna hosil oladi mana. Xitoy no'xatdan pichini qiladi, non qiladi, makaron qiladi. Hamma mahsulot, deyarli ko'p mahsuloti no'xatdan. Negaki buni ichidagi o'sha protein, kuchli uglevodlari yaxshi bo'lgandan keyin e'tibor kundan kunga Xitoyga ham oshyapti. O'sha uchun texnikasi juda ham zo'r. Ekish o'sha pnevmatik vakuumli selka deydi, zamonaviy standart xatolarsiz taylab ketadi. Urug'ni zo'rini taylaydi. Mana hosili 2,5 tonna, 3 tonna. Men 500 kilo olaman desam agar xafa bo'ldi Xitoy. Xitoy keldi, mana shu no'xat kompaniyasining egasi keldi. Payariq tumaniga meni olib bor dedi, menga 500 gektar yer kerak dedi, men ekaman dedi. Yerni borib qo'l bilan bunday qildi, bo'lmaydi dedi. Yerni ko'rdi. Joni yo'q. Olmishga kirgan mana mutaxassis. O'sha uchun hamma nimani iloji bor. Kombayn masalasiga murojaat qilinglar, akalar, olib kelishimiz kerak. Endi biz ham bir tashkilot, mustaqil tashkilot maslahatlarimizni ayamaymiz. Lekin mablag' tomonda kelganda salgina o'ylab ish qilishimiz kerak. Masalan, bank tomonidan biron yo'nalish bo'ladi yoki mana fermerlarimizga mana yaqinda hurmatli prezidentimiz yordam qildilar, eski qarzlarni kechib yubordilar, Sherzod aka. Masalan, fermerlarning 4 yillik, 5 yillik qarzdorliklarini kechib yubordilar. Bu ham bir katta nima yordam bo'ladi. Yaqinda mana Xudo xolasa yana bir qaror chiqishi ehtimoli bor. Fermerlarimizga yangilik bo'ladi, uni ham ijtimoiy tarmoqlarda eshitasizlar. Bor. Faqat salgina harakat qilish kerak-da. Endi gapirsak mana Savdo sanoat palatasidan Faridun ukamiz kelgan. Mana bugun avvalambor mana taklif qilganingizni alohida minnatdorchilik bildiraman. Bu juda ajoyib suhbat bo'ldi. Bu Adam Basuratning o'zlariga, balkim sizlarga ham bu fikr almashish bu haqiqatan kerakli narsa. Hamma xohlaganini bilmas qilib natijani ko'rmasdan birlashib, kim nimadan foyda ko'ryapti, qanaqa urug'dan foyda ko'proq bir hamma bilsa, bu ham fermerlar bo'lishadi, ham bu o'sha eksportchilarga ham. Bu eksport deganda bu haqiqatan mana Basuratda eksport shartnoma tuzganda bu chet davlatdagi o'sha oluvchi importyor masalan desak, bu yerda shart qo'yadi-da, sen mana shu yil qancha tonna bera olasan deydi. Basuratda shunga qarab bu va'da beradi. Uni yoki ertaga bajo keltirmasa, bu ziyon Basuratga kelib tushadi-da. Shuning uchun Basuratda juda to'g'ri ish qilyaptilar.
Men birinchi marta kelyapman. To'g'ri, boshqa sohalarga bunaqa bo'lishini men ko'rganim yo'q. Men Savdo sanoat palatasiga qariyb 10 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, lekin bunaqa hozir nimani tartibni ko'rib, xursand bo'lib, hozir o'zim ham qiziqib ketdim-da to'g'risi. Ikamizmi birga? Qabrimiz shaharda bo'lsa ham bir ikkita 8 ga 8 agarodimiz bor. Hozir shuni o'ylayapmanki, Bitta qarsaklar bo'lsin. Hektarlar ekanmiz, homiy buzamiz-ku. Ha, bo'ladi. Nador men Savdo sanoat palatasiga tashqi iqtisodiy faoliyatiga o'rinbosar bo'lib ishlayman. Bizning vazifamiz o'sha tadbirkorlarni o'sha chetda ko'rgazma, vystavkalarga, o'sha texnika bo'ladigan o'sha ko'rgazmalarga qatnashishga ko'maklashamiz. O'sha mahsulotni ishlab chiqargan mahsulotlarni hozir bizda sizlardan foydalanib aytib qo'yish. Hattoki mana ko'rgazmalarda hozir savdoni rivojlantirish kampaniya tashkil etilgan. Bu Savdo sanoat palatasi qoshida tadbirkorlar uchun mahsulotini chetga olib borishgacha ularda pavilyondan joy berish sharoitini bepul savdoni rivojlantirish kampaniyasi to'lab beryapti tadbirkorlar uchun. Mana yaqinda Aktauga ham men taklif berdim, akam vaqtim yo'q, ishimiz ko'p dedilar. Aktauga ham Toshkentdan mahsulotni fura olib ketdi, Aktauda Qozog'istonga. Bu yerda ko'rgazma joy ham bepul, tadbirkorlar faqat yukini jo'natib o'zi mehmonxona bilan aviakompaniya bilet olib borib qatnashdi. Lekin joy masalan har bir kvadrat metri $100 ziyod. Lekin o'sha ham bepul. Bu doimiy boshqa davlatlarga ham bo'lib yotibdi. Biz murojaat qilsangiz, biz o'sha ma'lumotlarni yetkazamiz sizlarga. Biz o'zimiz shaxsiy kanallarimiz bor. Shu bilan birga Toshkentda bo'ladi ko'rgazmalar, o'sha yerga qatnashishlaringiz bo'ladi. O'sha eksport darajasini, o'sha hamkor topishda uchrashuvlar palataga har oy kamida 10-15 kun, har kun orada bo'lib yotibdi. Doim xabar beramiz, qatnashadilar. Minnatdor sizdan aka, juda xursand bo'ldim. Savdo sanoat palatasiga a'zo, Baxtiyor akam doim qanaqa tadbirlar bo'lsa aktiv qatnashib, to intervyu o'zlarining fikrini televideniyaga aytishda ham erinmasdan fikrlarini aytib harakat qilamiz-da. Katta rahmat. Rahmat sizga ham. Harakat olib. Domlo, bir duo bersangiz, fermerlarimizga bir hosilimiz yaxshi bo'lsin shu yil. Mana bu yerda hozir bir davra suhbatida eng muloqot qildi. Nima deymiz? Shu kasblarimizga baraka bersin, dehqonchiligimizga quti baraka bersin. Ha? Endi yillarda ham xuddi tugal bo'lib, bir-birimiz bilan hosilimiz bunday bo'ldi, hosilimiz bunday bo'ldi, mana sizni xulosamizda bunday bo'ldi, mana ular bunday bo'ldi degan fikrlar bo'lsin. Allohim chiqib dehqonchilikka qut baraka bersin. Dehqon bor, hamma yashayapti. Dehqon bor. Bismillahirrahmanirrahim. Attaxizu min dunihi alihatan in yuridun bizurin la tuni va yahiqqal qawlu ala aksarhum fahum la yu'minun. Allahu akbar.